Biz futbolchilarimizchi olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi? O'sha joyda qoladi o'sha yerda. Nega gol bo'lmadi? Shuncha mehnat qilib ketdi. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12 tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 quruqqa qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. Futbolkani yechib turib tomoshabinlarga otmoqchi edi. Tribuna bombosh. Bir qator soldatlar o'tirishibdi. Iloji bo'lsa vaqtlar tugat, ish bor bugun. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qildi? Xuddi sal qolganda edi gol bo'lishiga. Ko'zingni o'yla mana bu yerda zamon. Ben tanıyapsam da futboldagi gaplashib qolmasam nima. Ko'rgan bo'lsangiz Zidan qo'lab bir chekkasidan ketib o'tirdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelyapti. Birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, biz eshitmadik. Shart to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Ko'kragiga lazerni ko'rsat bilan jiq deb bitta qo'ydi-da. Qo'rqmadi. Stadioningga ham dedi, chempionatingga ham dedi, o'yiningga ham dedi. Shartta chiqib ketdi.